Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Demak, hozir o'zgachason biz bugun ushbu studiyada O'zbekistonning eng yangi tarixiga bag'ishlangan davlatchilik, jamiyat tafakkuri va mamlakat rivojlanish yo'llari chuqur tahlil qilingan Erkin millat poydevori kitobini birgalikda muhokama qilamiz. Demak, studiyamizda ekspertimiz, siyosatshunos Kamoliddin aka Rabbimov. Assalomu alaykum, Kamoliddin aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Avvalambor kitob muborak bo'lsin. Rahmat. Bu 3-kitobingiz. 3-kitobim. Undan ikkitasi. Birinchisi demak aspiranturada o'qiyotgan edim. Demak, Prezident huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi bu 2002-yilda adashmasam. Mana 1913-15-yillarda Jadidlar oyna degan jurnal chiqargan. O qalin jurnal bo'lgan. Ya'ni o'zini davri uchun haqiqatda juda ham ajoyib bir jurnal bo'lgan. Mana shu jurnalni biz tarixchi demak Naim Norqulov degan akamiz bor edi, u kishi o'tib ketdilar. Demak, Prezident akademiyasining zamonaviy, ya'ni tarix markazida ishlardi. Men endi eski o'zbek yozuvi va arab tilini bilganligim uchun ikkalamiz o'sha manbashunoslik bo'yicha o'sha oyna jurnalining eng muhim maqolalarini zamonaviy alifboga tarjima qilganmiz va unga sharh yozganmiz. Bu birinchi kitobim bo'lgan. Ikkinchisi Fransiyada paytimda 2019-yilda Ikki dunyo sivilizatsiyasi, ya'ni rus tilida aytganda Sivilizatsiya двух миров. Bu kitobni fransuz tiliga tarjima qilib o'sha Fransiyada o kitobni chiqarganman va bu 3-kitob. Narigi ikkitasini biz bilamizmi? Yo'q, bu O'zbekistonda qarang. Birinchisi o'sha Prezident akademiyasi uni chiqargan. O'sha paytda u tarqatilgan, lekin bilmadim hozir uni nimalarda topish mumkinmi yo'qmi. Ikkinchisi yo'q, hali O'zbekistonda u mana bu Ikki dunyo sivilizatsiyasi kitobini o'zbek tiliga tarjima qilib chiqarganim yo'q, lekin bunday ideya bor, g'oyam bor. Ya'ni ish bor. Ya'ni shunday. Rahmat. Kamoliddin, endi bevosita demak Erkin millat poydevori kitobi haqida. Birinchi savol ko'pchilikda shunday tug'ilsa kerak. Kitob yozish g'oyasi Fransiyadami? Endi bugun bemalol gapiramiz, siz Fransiyada bo'lganingiz, to'g'rimi? Shunday. Fransiyada tug'ilgan bu g'oya yoki O'zbekistonga kelganingizdan? Yo'q, O'zbekistonga kelganimga ham mana hademay 4 yildan oshdi aslida, 5 yil bo'lib qoladi. Demak, yo'q, bu keyingi yillarda paydo bo'ldi. Chunki O'zbekistonga qaytganimdan keyin mana siyosatshunos sifatida har qadamda uchraydigan savollar mavjud. Ya'ni siyosatshunos bu ijtimoiy tafakkur bilan, ya'ni siyosiy jarayonlar va siyosiy fikrlashlar bilan muttasil har kuni, har soatda, har minutda to'qnashadigan mutaxassis. Va shundan kelib chiqib taxminan 2-3 yil oldin menda hozir ham bir qancha ideyalar bor. Misol uchun mana ijtimoiy tafakkur, siyosiy jarayonlar, birinchi ma'muriyat bilan ikkinchi ma'muriyatning farqi va mana kitobning mundarijasiga qaraydigan bo'lsangiz, asosiy yo'nalishlar, vektorlarni bu yerda belgilab berganman. Bu fikr ancha ya'ni taxminan 2-3 yil oldin paydo bo'ldi. Xo'p, ya'ni aytish mumkinki, O'zbekistonga kelganligidan vaziyatni ancha o'rgandingiz. Shunday. Ya'ni u chetdan turib O'zbekistonni kuzatish boshqa, lekin ichkarida odamlar bilan norasmiy muloqotlar, odamlar bilan samimiy muloqotlar, konferensiyalar, uchrashuvlar, faoliyat, mana bu o'sha kitobni yozishga qo'shimcha turtki berdi. Yana shunday ideyalarimdan bittasi mana dunyoviy davlatchilik va diniy erkinliklar nima degan mavzu bo'yicha. Bu juda ham aktual. Mana yaqinda ham bitta kimdir birov o'sha diniy yo'nalish bo'yicha bir maslahatlar berayotganligi videoga chiqdi. Ya'ni bu ijtimoiy noroziliklarga sabab bo'ldi. Ya'ni har bitta jamiyatda mana konflikt chiziqlari bo'ladi. Xayratxo'ja aka, misol uchun Afg'onistonda pushtunlar va boshqalar bu asosiy konflikt chizig'i. U ba'zan dunyoviy ko'rinish oladi, ba'zan diniy ko'rinish oladi. Mana Tolibonning fundamentida pushtunlar manfaati qarash turadi. Pushtunvali tafakkuri. Yoki qo'shni Qirg'izistonda bu shimol va janub. Bu doim bor. Bu doim bor. Hattoki mana so'nggi tashrif masalasida ham shu masala ko'tarildi. Chunki tashrif bu janubdan, asli Jaloloboddan, hozir Manas deb nomlanyapti. Sadir Japar bu Issiqko'ldan, ya'ni u shimoldan. Va o'tmishdagi siyosiy kurashlar, bugungi siyosiy kurashlar mana bu ikkala demak shimol va janub konsepsiyasi bo'ladi. Lekin aksariyat g'arb davlatlarida o'nglar va so'llar o'rtasida kechadi. Demokratlar, respublikachilar va hokazo. Endi O'zbekistonda konflikt chizig'i 2016-yilga qadar hokimiyatning dunyoviy qarashi, ya'ni dunyoviylik talqini va jamiyatning diniy ehtiyojlari o'rtasida ketdi. Shuning uchun mana Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin qora ro'yxatlar bo'lmaydi dedi. Mana bugun Toshkentda demak bemalol emin erkin hijoblarda yurish, soqolda yurish odatiy holga aylandi. Lekin
mana shu konflikt chizig'ini ham nima deydi, dunyoviy davlatchilikni xalqaro standartlarda tushuntirib beradigan kitob yo'q haliga qadar. Bitta ham kitob yo'q. Ya'ni o'tgan 35 yillik tariximizda vijdon erkinligi nima, diniy erkinliklar nima, xalqaro standartlari qanday bo'ladi va dunyoviy davlatchilik deganda hattoki juda ham yuqori lavozimda ishlaydigan mutasaddilar biz dunyoviy davlatmiz deb aslida diniy erkinliklarni cheklashni nazarda tutadi. Bu noto'g'ri talqin. Ya'ni bu borada ham meni fikrlarim bor. Ya'ni bu sohada bitta men emas, balkim o'nlab, balkim yuzlab kitoblar yozilishi kerak. Chunki bu juda ham dolzarb. O'zbekistonda mana 2016-yilga qadar asosiy konflikt chizig'i shunday bo'lar ekan. Biz globallashgan zamonaviy dunyoda O'zbekiston davlatchiligining reputatsiyasini himoya qilish uchun to'g'ri muvozanat, to'g'ri talqinni tushunishimiz va tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Albatta. Rahmat Kamol aka. Mana siz ko'p suhbatlaringizda ikkinchi ma'muriyat atamasini ishlatardingiz va bu oxiri aylanib ketdi bu narsa. Hammada shu hozir. Ya'ni birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat. Bu sizda shunday tasodifiy bu chiqib ketganmidi bu so'z yoki? Yo'q, tasodifiy emas. Bu endi yuqorida o'zingiz aytdingiz, Fransiyada yashagan mutaxassis sifatida Fransiyada shunaqa, mana 1-respublika, 5-respublika, keyin Amerikada mana bu administratsiya, u administratsiya. Va bu normal. Bu normal narsa. Chunki davlatchilik bitta, konstitutsiya bitta, lekin uning talqini u yoki bu siyosatchida jiddiy farq qiladi. Ya'ni bitta konstitutsiyani o'zini 5 ta yurist 10 xil talqin qiladi-da kamida. Ya'ni bu hazilku, lekin aslida talqini juda ham har xil bo'lishi mumkin. Chunki talqin qilayotganda siyosatchining tafakkuri, nima demak, yondashuv qolaversa ijtimoiy ehtiyojlarni anglashi bir-biridan jiddiy farq qiladi. Mana shuning uchun hamki bu meni nazarimda qulay formula edi, ya'ni shaxsiyatga teginmasdan farqlarni tushuntirish. Ya'ni birinchi ma'muriyat, mana Karim ma'muriyati desak, biz har safar familiyani yoki ismni zikr qilgan bo'lamiz. Lekin birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat deydigan bo'lsak, bu biroz neytrallik beradi. Biroz o'sha masofa saqlashni, lekin qolaversa vaziyatni to'g'ri, to'laqonli ochib berish imkoniyatini beradi. Va bugungi kunda deyarli hamma buni ishlatyapti. Siyosatshunoslar ham endi siyosatchilardan bevosita bunday deb eshitmadik-ku, ular iloji boricha ehtiyot bo'lishadi atamalar tanlashda. Lekin alhamdulillah mana O'zbekistonda siyosatshunoslik. Bugun O'zbekistonda siyosatshunos bormi degan savolga o'rin qolmadi Kamol aka. Avvallar bu juda ham ko'p bo'lardi. Endi men o'z kichik bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Aynan mana shu birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat deganda Kamol aka, men o'ylaymanki bu yerda jamoaviy mas'uliyatni ham his qildirish yotadiki, ya'ni agar siz Karimov ma'muriyati desangiz, butun salbiy jihatlarni faqat Karimovga, butun ijobiy jihatlarni faqat Karimovga bog'lab qo'yish. Endi birinchi ma'muriyat deganda endi atrof ham hisobga olinadi. Ikkinchi ma'muriyat deganda ham atrofdagilar ham biroz mas'uliyatni his qiladi. Ya'ni faqat shaxs emas, ya'ni atrofdagilar ham ushbu administratsiya tarkibida. Endi yana bir ko'pchilikni o'ylantiradigan savol, men o'zimda ham bunga to'liq javob yo'q, shuning uchun sizdan so'rayman. O'tmishni tahlil qilish. Ya'ni mana shu birinchi ma'muriyat davridagi siyosatni tahlil qilish degan masalalar, mana shularga sizni yondashuvingiz qanday va bu kitobda qanday ochib berilgan, qanday rakursdan qaralgan? Bu kitobda bitta bo'lim shunga bag'ishlanadi, chunki bu bizning jamiyatimizda mana sharhlarni qaraydigan bo'lsak, birinchi ma'muriyat haqida gap ketganida agarki tanqidiy jihatlarni biz to'xtaladigan bo'lsak, jamiyatda shunday bir keng qarash bor. Bu faqatgina bir tor doiradagi odamlarda emas, aytaylik o'sha birinchi ma'muriyat tarafdorlari, birinchi siyosiy tizim tarafdorlarida emas, keng jamoatchilikda. Aslida bu bizning mentalitetimizda borki, o'tganlarni yoki tilga olmaslik kerak yoki ijobiy tilga olish kerak. Endi bu asrlar davomida shakllangan islomiy qadriyat aslida. Lekin bu kitobda aytganmanki, bir qancha nuqta muhim bosqichlar bor. Birinchisi, bu konflikt paydo bo'ladi o'liklar va tiriklar o'rtasida. Ikkinchidan, oddiy insonlar va katta siyosiy mas'ullar o'rtasida, ya'ni hukmdorlar. Va islom aqidasiga ko'ra, islom yondashuviga ko'ra, na o'tgan va na tirik siyosiy liderlarda daxlsizlik mavjud emas. Islomda shunday. Ya'ni hukmdor yoki siyosatchilar har doim ular tirikligida ham, o'tgandan keyin ham mas'uliyatni yo'qotmaydi. Ya'ni ular savollarga javob berish kerak va ularda alohida bir daxlsizlik huquqi ularga berilmaydi. Qolaversa, asosiy nuqta nimadan iborat? Mana islom aytadiki, mana biz islom mentaliteti, islomiy biz jamiyatda, musulmon jamiyatda asosiy qadriyatimiz shunday. Mana shu masalada aytadiki, birinchidan tanqid qilish yoki
madh qilishni siyosiy kampaniyaga aylantirish kerak emas. Bu yerda islom ratsionalizmni, mo'tadillikni talab qiladi. Maqtashda ham, tanqid qilishda ham faqat obyektiv bo'lishni talab qiladi. Va shundan kelib chiqib o'tganlarni faqatgina siyosiy kampaniya uchun demakki uni tanqid qilishdan islom qattiq qaytaradi. Lekin islomning asosiy yondashuvi o'sha siyosiy mas'uliyatni o'tmishda bo'lsin, hozirda bo'lsin to'g'ri taqsimlash. Va eng asosiysi, agarki o'tmishda, yaqin o'tmishda hozirgi voqelikda tanqid qilish, vaziyatni bildirish imkoniyati bo'lmasa ekan, bu vazifa orqaga qoldiriladi. Chunki siyosiy tizim yoki lider imkoniyat bermayapti. Va endi siyosiy vaziyat o'zgarganidan keyin asosiy masala, mana islom sivilizatsiyasining muhim yuklamasi yoki vazifalardan bittasi islom sivilizatsiyasi raqobatdosh, raqobatbardosh sivilizatsiya bo'lishi kerak. Boshqalardan ortda qolib ketmasligi kerak. Bu degani vaziyatni tanqidiy tahlil qilish, muammolarni vaqtida bilish va unga to'g'ri yechim izlash yuklatilgan musulmonlarga. Chunki mana islom sivilizatsiyasi boshqalardan ortda qoladigan bo'lsa, bu texnologik, iqtisodiy, siyosiy, geosiyosiy eng katta va oxirgi, demak, mana monoteizmning nihoyasi bu islom dini unda yutqazgan bo'ladi. Shundan kelib chiqib musulmonlar demakki muammolarni to'g'ri anglashi va to'g'ri yechim topishi, izlashi kerak bo'ladi. Va shundan kelib chiqib bu yerda aytganmanki, biz har doim o'tmish to'g'risida ham, hozir to'g'risida ham, kelajak borasida ham obyektiv, ratsional, mo'tadil, ochiq, shaffof fikrlashimiz kerak. Endi bizda bir narsa borda, endi hammaning nomidan gapirmay, masalan, o'zimiz atrofimizda ko'pincha u qirradan bu qirragada yoki juda tanqid yoki juda maqtov degan masalaga o'tib ketamiz. Ha, bu bizning siyosiy zehniyatimizga xos bo'lgan muammolardan bittasi. Bu yerda ba'zi bir bo'limlar bor, aynan shu masalaga to'xtalganman. Ya'ni bizning siyosiy zehniyatimiz yoki madaniyatimiz jumladan davlatga ishonchsizlik asrlar davomida shakllandi. G'ayratxo'ja aka, bu uchtaxonlik davri bo'ladimi? Endi Amir Temur davri haqida hech narsa deya olmayman, chunki u davrdagi ijtimoiy fikr to'g'risida menda ma'lumotlar yo'q. Lekin to'g'ri, o'sha paytda juda ham katta bir sivilizatsiyaning markazi bo'ldik. Dunyodagi eng qudratli hokimiyat markazlaridan bittasi bo'ldik. Lekin undan keyingi uchtaxonlik bu inqirozlar davri ekanligini hamma biladi. Undan keyin Chor Rossiyasi davridagi Turkiston, uni hamma biladi. Undan keyingi mana bolsheviklar davrini yoki birinchi ma'muriyat davri. Mana bu katta mega davrda bir necha asrlar davomida hokimiyat alohida korporatsiya bo'ldi va vaziyatni ushlab turish uchun jamiyatga nisbatan kuch ishlatishni o'zi uchun legitim deb bildi. Hammasida. Faqat o'sha kuch ishlatishning motivlari bir-biridan biroz farq qilgan. Ana endi men aytayapmanki, mana equalizer degan narsa bor-a, musiqada bittasi baland, bittasi pastda. Mana shu biz globallashgan dunyoda, hozirgi davrda, 21-asrda, ijtimoiy tarmoqlar davrida jamiyat bilan hokimiyat ikkalasi xuddi bir-biri bilan urushgan Hasan Husan aka-uka egizaklardek bo'ldi. Ular bir-biri bilan gaplashmadi, muloqot qilmadi. Globallashgan dunyoda ular bir-birini qo'lidan ushlab, bir-biriga yordam bermaydigan bo'lsa, jamiyat ham yutqazadi, davlat ham yutqazadi. Va bu yerda o'sha bo'limlar bor, katta bo'limlar. Endi mana 90-yillardan 2016-yilga qadar O'zbekistonga daxldor bo'lgan axborot manbalari, axborot tashabbusi faqat xorijda bo'ldi. Ozodlik, BBC va boshqa ishonchli axborot u yerda edi. U yerda edi. Ya'ni davlatning axborot manbalariga ishonchsizlik fenomenal darajada yuqori bo'ldi. Va natijada ijtimoiy tafakkurda bir xulosa shakllandiki, bu markaziy xulosa hali ham tirik, hali ham kuchli. Biz demokratiyaga, huquqiy davlatchilikka faqatgina davlatni zaiflashtirib erishishimiz mumkin degan fikr ildizotdi. Ya'ni davlatni qarang, bugungi mana ijtimoiy shaxslarga qarang-da, ijtimoiy tarmoqlardagi shaxslarga. Fundamentida davlatga ishonchsizlik turadi. Davlat to'g'rimi, noto'g'rimi? Davlat xalqqa ya'ni yaqinlashga harakat qilyaptimi, yo'qmi? Hokimiyat xato qilyaptimi yoki to'g'ri qadamlar tashlayotgan bo'lsa-da, davlatga nisbatan begonalashuv asosiy zehniyatimizda turibdi va shundan kelib chiqib hokimiyatga to'g'ri baho berilayotgan, obyektiv ijobiy baho berilayotgan bo'lsa, buni jamiyat qabul qilmaslikka moyilroq bo'lib qolyapti. Sababi asrlar davomida shakllangan begonalashuv. Buni ham to'g'ri tushunish kerak va bu sekin-asta bu ham to'g'ri tushunish kerak, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni buni tezda o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin agarki bu narsa o'zgarmaydigan holatda qoladigan bo'lsa, tashqi kuchlar
qudratli hokimiyat markazlari, bu Rossiya bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, kollektiv G'arb bo'ladimi, mana bu parokandalikdan foydalanib, bu boshida davlatni o'ziga bo'ysundiradi. Davlat bo'ysungandan keyin mana jamiyatni ham bo'ysundiradi. Mana xalqimiz gazdan noroziligini aytadi. Lekin gaz to'g'risidagi inqiroz qachon boshlandi yoki gaz defitsiti yoki gaz kontraktlari qachon boshlandi? 2005-yil Andijon voqealaridan keyin-ku. Ya'ni 2005-yildan keyin 2006-yilda Rossiya bilan ittifoqchilik bo'ldi va hokazo. Ya'ni odamlarga osonda hokimiyatni tanqid qilish, lekin uning ildizlarini izlaydigan bo'lsa, odamlar to'g'ri kompleks yechim izlash kerak. Undan qisman norozi bo'lib, qisman aytaylik daxlsiz qolaman deyish aslida noto'g'ri. Ya'ni millatning taqdiri bu kompleks tushuncha. Bu hokimiyatni ham o'zini ichiga oladi, jamiyatning tafakkurini ham, jamiyatning xatti-harakatlarini ham. Bularni hammasini muvozanat qilib birgalikda olib bormaydigan bo'lsa, bitta ikkita masala chetda qoladigan bo'lsa, bu ishlamaydi. Ayniqsa bugungi kunda bu juda ham xavfli bo'lib qoladi. Rahmat. Ana endi mana shunday masalalar aytilganda, ya'ni baho berish, siyosiy baho berish masalalari aytilganda, o'z davrida aytmaganding-ku degan masalaga sizni javobingiz. Endi bu savol aslida sizga emas. Chunki siz u vaqtda deylik Fransiya dedingiz, G'arb dedingiz, chet el dedingiz va u yerda gapirgansiz, masalan. O'zi umuman mana shu savolga sizning munosabatingiz, ya'ni o'zlariga aytmasdan endi muhokama qilyapsizlar degan masalaga munosabat. Ha, bu ikki standartli munosabat. Chunki qarangda, mana hammani ham chiqib ketish imkoniyati bo'lmagan. To'g'ri, men Ozodlik bilan, BBC radiolari bilan, boshqa mustaqil yoki xorijdagi ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilganman. Lekin hammada shunday imkoniyat bo'lmaydi-ku. Hamma ham yaqinlarini, demakki o'zining ota-onasini, tuprog'ini tashlab ketishga majbur emas-ku. Lekin siyosiy tizim mana shunday inqirozli ahvolga tushib qoldi. Mana 2005-yildan keyin ayniqsa. Men o'sha paytda aytganman, misol uchun boshida O'zbekistondan endi chiqib ketganimda menda ham jizzakilik bo'lgan siyosiy tizimga, hokimiyatga nisbatan. Lekin Fransiyada yashab ma'lum bir muddatdan keyin Farid Zakariyaning kitobini o'qidim. Demokratiya qachon erishiladi yoki boshqa mutafakkirlarning kitoblarini o'qidim va mo'tadil kayfiyatda vaziyatni uzoqdan kuzatish imkoniyati bo'ldi menda. Va shundan keyin xulosa qildimki, yo'q, aslida hokimiyatni jazolayman deyish bu butun bir millatni shunday holatlar bo'ladi. Ya'ni o'sha 2005-yillardan keyin men eslayman-da, mana yoshi katta, hurmati baland bo'lgan siyosatshunos akalarimiz, ustozlarimiz bor. Ular mendan ko'ra anchagina vazmin edi. Men hozir tushunyapman u narsaniki, hokimiyat ba'zan xatolar qiladi. Lekin o'sha hokimiyatni qilgan xatolari uchun jazolayman deb alal oqibat butun bir millatni va davlatni jazolash millatga uzoq muddatli katta muammolar yoki fojialar olib kelish mumkinligini keyin tushunganman. Yaxshi, lekin mana birinchi ma'muriyat katta xatolar qilish bilan birgalikda aytaylik 2005-yildan 10-yilga kelib baribir geosiyosiy mustaqillikni qo'lga olishga harakat qildi va neytral qoldi. Ya'ni 2005-2010-yillarda Rossiya orbitasida bo'lgan bo'lsa, 2010-yillarda baribir Rossiya orbitasidan chiqdi. De facto chiqdi. De jure emas. Lekin baribir o'sha muvozanat saqlashga muvaffaq bo'ldi. Lekin bu xatolarni endi takrorlaydigan bo'lsak, davlat uchun ham, jamiyat uchun ham kechirimsiz bo'ladi. Chunki yangi dunyoda mana ko'ryapmiz, Tramp hokimiyatga keldi, hattoki xalqaro huquqqa yoki alyanslarga, Amerikaning fundamental o'yin qoidalariga to'laqonli nima deydi? Hisoblashmayapti, yumshoq qilib aytganda. Va mana bu yangi dunyoda davlat bilan jamiyat birlashuv uchun yangi bir yondashuvlar, imkoniyatlar izlanishi kerak. Ya'ni o'tmishdagi begonalashuvni to'liq inkor qilishimiz kerak. Va shuning uchun hamki o'sha muvozanatni qaytadan ko'rib chiqishga bu yerda kitobda harakat qilganman. Aytadi-ku, do'ppini boshdan olib yonga qo'yib, xotirjam o'ylab ko'rish kerak deydi. Ha, ya'ni o'sha birinchi ma'muriyat paytida yoki u nimadir qilayotgan paytda sen nima uchun hech narsa demading, hech narsa qilmading? Mana bu yerda ko'zga ko'rinmas bosh vazir to'g'risida ham yozganman. Ya'ni o'yin qoidasi, mana prezident ham bir marta aytdiki, agar biz o'sha paytida boshqacha fikrlaganimizda yoki boshqacha fikrlaganimizda, aniqrog'i bildirganimizda edi, bu yerda bo'lmas edik dedi. O'tmishda katta o'zgarishlar qilgan hamma siyosatchi ma'lum bir davr kompromisga borgan. Chingizxon, Amir Temur yoki Karimovning o'zi yoki mana bugungi hokimiyatdagi shaxslar, ya'ni o'yin qoidasi shundan iboratki, siyosiy tizimga
e'tiroz bildirish yoki bo'layotgan xatolarga e'tiroz bildirish o'sha tashabbus qo'lga kelganidan keyin, haqiqiy imkoniyatlar qo'lga kiritilgandan keyin bo'ladi. Ya'ni u primitiv, emotsional, o'zini qurbon qilish emas aslida. Albatta. Rahmat Kamol aka, endi keyingi savolimiz bu xalqaro reputatsiya va reytinglar masalasida. Demak, bunda bir qancha savollar shu bir butun qilib beraman. Birinchidan, qanchalik xalqaro reytinglar xolis hisoblanadi? Ya'ni g'oyasiz, hech qanday mafkurasiz, toza elakdan o'tkaziladi qanchalik? Va birinchi va ikkinchi ma'muriyatning xalqaro reyting va umuman davlatning reputatsiyasiga munosabatidagi farqlar. Qarangda, xalqaro tashkilotlar, ya'ni ko'plab xalqaro tashkilotlar bor va ularning o'zlarining vaziyatni baholash tizimi mavjud. Mezonlari mavjud. U doim takomillashib boradi. Odatda ular faqatgina bitta joydan, bitta manbadan emas, bir qancha manbalardan, ko'plab kriteriyalardan, ya'ni mezonlardan kelib chiqib vaziyatga xolis baho berishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki agar ularning baholari to'laqonli jamoatchilik tomonidan inkor qilinsa va bu isbotlansa, ular obro'sizlanishini juda ham yaxshi biladi. Misol uchun, Transparency International, Human Rights Watch, Freedom House va hokazo. Endi g'arbdagi bo'lsin, sharqdagi bo'lsin, xalqaro tashkilotlar aslida O'zbekiston bilan munosabatni yomonlashtirishni istamaydi. O'zbekiston muhim davlat. Mana 2005-yil Andijon voqealaridan keyin g'arb katta yutqazdi. Chunki O'zbekistonni yo'qotdi degani Markaziy Osiyoni yo'qotdi degani. Shuning uchun mana agarki elchixonani xodimlari, g'arb ekspertlar bilan gaplashsangiz, xalqaro tashkilotlar tanqidiy baho beradi, lekin elchixonalar yoki davlat aytadi, ish qilib shu qattiq tanqid qilib yormasin-da, bizni ishimizni og'irlashtiradi deydi. Chunki Yevropa ittifoqi ham, Amerika ham yoki boshqa davlatlar ham O'zbekiston bilan munosabatlarni mo'tadil, ijobiy saqlash uchun juda ham manfaatdor. Lekin xalqaro tashkilotlar aytadi, bu sening ishing deydi. Hukumatlarga yoki Gosdepartament yoki Bryusseldagi rasmiy idoralarga. Biz deydi o'zimizning kriteriyamizdan kelib chiqib, o'zimizning ishimizni qilamiz. Kimni vaziyati yomonlashayotgan bo'lsa, biz uni 1 yil yashirishimiz mumkin. 2 yil yashirishimiz mumkin, lekin uni uzoq muddat yashirib bo'lmaydi. Buni qolgan xalqaro tashkilotlar bor. Hammani yig'ib olib kelishib bo'lmaydi aslida. Endi qarang, mana 2016-yilda O'zbekistonda vaziyat o'zgardi, hokimiyat o'zgardi. 3 yil ichida xalqaro tashkilotlar vaziyatni kuzatdi. Va xalqaro tashkilotlarning bahosi birinchi ma'muriyatga nisbatan ikkinchi ma'muriyat davrida tabiiyki o'zgaradi. Albatta. Uni qanday qilib agar vaziyat o'zgarayotgan bo'lsa-da salbiylashtirish mumkin. Mana Transparency International O'zbekistonda o'sha korrupsiya bo'yicha vaziyati ancha yaxshilandi, lekin mana keyingi ba'zi bir yillarda bir punkt tushadi, bir punkt tepaga chiqadi va hokazo. Ya'ni bu vaziyatni ular maksimal xolis yoritishga harakat qiladi. Chunki stolning ustiga qo'yilgan masala ularning global reputatsiyasi. Demakki, xalqaro tashkilotlar xolis bo'lishga harakat qilyapti. Har doim ham xolis bo'lmasligi mumkin, to'g'ri. Har doim ham bo'layotgan jarayonlarni to'liq aks ettirmasligi mumkin, to'g'ri. Lekin yillar davomida 5 yil, 10 yillik makro davrni ular bir yoqlama nima deydi? Siyosiy kampaniyaga aylantirmaydi. Chunki ya'ni o'rtachasini olsa to'g'ri chiqadidan. Shunday. Ya'ni 2016-yildan boshlab aksariyat xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lganligini e'tirof etadi. Lekin ularning baholari, masalan, uchun ular chaqiradi. Endi mana siyosatda yoki o'sha vaziyatni talqin qilishda idealizm maktabi bor va realizm maktabi bor. Ular odatda keyingi 70-80 yil davomida shakllangan liberal maktabning yondashuvidan kelib chiqib aytadiki, mana liberallashtirirsalaring, siyosiy pluralizmga bugunoq imkoniyat bersalaring, demokratiya va hokazo inson huquqlari borasida mana shunday qadamlarni tashlasalaring yaxshi bo'ladi deydi. Lekin hukumatlarga ular bosim birinchidan o'tkazmaydi. Ular o'zlarining an'anaviy maslahatlarini yoki kursini maslahat beradi. Endi hukumatlarning yondashuvi tabiiyki farqli bo'lishi mumkin. Misol uchun O'zbekiston hozirgi paytda asosiy fokusni jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy holatini yaxshilashga qaratgan. Mana Saakashvili yondashuvi bu liberal idealizm. Ya'ni maksimal o'sha liberallashtirish, maksimal siyosiy pluralizm va hokazo. Endi Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi bu ko'proq iqtisodiy liberallashuv
va vaqt keladi yalpi ichki mahsulot jon boshiga o'sib olgandan keyin tabiiy ravishda siyosiy ya'niki liberal ya'ni liberal demokratiya uchun kerakli bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shakllanadi va bu paytda davlatni, millatni, jamiyatni, ya'ni 40 millionlik O'zbekistonni hech kim to'xtatmaydi, to'xtata olmaydi degan yondashuv bu yerda ustuvor. Rahmat. Keyingi savolni o'tkazib yuborishingiz mumkin agar G'ayratxo'ja biroz ma'qul emas desangiz. Jasliqqa tushishdan qo'rqamiz. Jasliqqa tushishdan hamma qo'rqqan. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim shaxsan o'zingiz. Ya'ni sizni chiqib ketganingiz, bir kun qo'lga tushib qolib, endi bilasizmi, meni agar qo'lga tushganimda ham meni jasliqqa yubormasligi mumkin edi. Ya'ni jasliqqa yuborish bu lekin kafolat berib bo'lmaydi. Jasliq to'g'risida men u yoqda eshitardim. Doim har kuni o'sha haftasiga har kun desam noto'g'ri bo'ladi. O'zbekistondagi har qanday qamoq u paytda dahshatli edi. U jasliqni aytmasa ham bo'laveradi. Jasliq bu qamoqlarning eng dahshatli qamog'i edi. Lekin O'zbekistonda demakki hokimiyat ustidan, ya'ni qiynoqlar ustidan kuch ishlatish borasida hech qanday cheklov, chegaralov bo'lmagan davlatda har qanday qamoq tugur, oddiy uyingizning eshigiga ertalab taqillaydigan bo'lsa, insonlar tabiiyki qo'rquv. Ya'ni bu qo'rquv saltanati edi. 2016-yilga qadargi O'zbekiston qo'rquv saltanati edi. Buni endi men ko'p chetda bo'lganman, lekin davlat ishlarida ishlagan odamlar ham ular haliga qadar aytgani yo'q. Ularni ichida o'sha podvallarga tushib, ertalabdan kechgacha demakki suhbat bermagan, so'roq qilinmaganlar juda ham kam. Agar bugun o'sha so'roq qilinganlarning ro'yxati e'lon qilinsa edi, jamiyat shokka tushardi. Lekin o'yin qoidasi shunday, u paytda masalan o'sha shunday bo'lgan narsalarni endi siyosiy etiket nuqtai nazaridan, qadr-qimmat nuqtai nazaridan, lekin aslida bu qo'rquv saltanati shunday bir darajaga chiqqan ediki, misol uchun mana birinchi prezidentning qizi Gulnora haliga qadar qamoqda. Chunki uni qamoqqa tashlagan otasining o'zi. Yoki uning nevarasi kichkina Islom Karimov haliga qadar mana men bir vaqtlar o'sha Fransiyada qanday yashagan bo'lsam, u ham xuddi shunday haligi siyosiy qochqin maqomida yuribdi odamim. Ya'ni u bola ham. Ya'ni bu keyin eng qizig'i Islom Karimov bir necha marta intervyu berdi. REN-TV'ga intervyu berdi, BBC'ning rus xizmatiga intervyu berdi va O'zbekistonni diktatura deb nomladi. O'zi. O'zbekistonni diktatura deb nomladi va mening bobom qo'l ostida qilingan diktatura deb nomladi. Bu turibdi haligacha. YouTube'ga kirsam uni topish oson juda ham. Endi kimlargadir aytish mumkin bo'lgan narsa kimlargadir mumkin emas deydi-ku o'zi. Rahmat Kamol aka. Ya'ni aslida bu qo'rquv shunday narsaki, ijtimoiy siyosiy maydondagi qo'rquv bu pastdan boshlanadi va alal oqibat tepaga keladi. Shuning uchun bugungi ikkinchi ma'muriyatning tafakkuri yoki yondashuv bu masalada juda ham qat'iy. Hattoki eng jamiyat uchun dolzarb bo'lgan masalalarda ham qo'rquv kampaniyasi olib borilmayapti. Korrupsiya bo'lsin, narkotik bo'lsin yoki boshqa jinoyatlar bo'lsin. Mana pedofiliya to'g'risida yaqinda qonun chiqdi. Agar birinchi ma'muriyat bo'lganda edi, buni televizorga olib chiqib, juda ham kuchli kampaniyalar qilish mumkin edi. Ya'ni tafakkur shunday edi. Jamiyatni qo'rqitish kerak, odamlarni qo'rqitish kerak, o'sha pedofiliya qo'rqib qolish kerak deb. Yo'q. Biz bugungi kunda mana ikkinchi ma'muriyat eng jamiyat uchun nomaqbul jinoyatlar, eng katta jinoyatlar borasida ham qo'rquv kampaniyasi olib borilmoqda. Qonun bilan, vazminlik bilan, ijtimoiy tafakkurni qo'rquv bilan to'yintirilmagan holatda. Jasliq yopilishi shart edi, shundaymi? Albatta shart edi va u ochilmasligi kerak edi aslida. Mana 2019-yilda prezidentning farmoni bilan jasliq nafaqat yopildi. Aslida biz xohlagandik u muzey bo'lsin deb. Lekin jasliq yopildi. U qachondir aytadi, eslamaylik ham deyildi shekilli. Balkim shunday bo'ldi. Misol uchun o'zi aslida ikkinchi ma'muriyatning bu borada juda ham haligi men bir vaqtlar Facebookda sharhlanmagan dunyo qarash degan bir maqola yozgandim. Ikkinchi ma'muriyatning tafakkuri ko'p narsani aytmasdan qilyapti. Misol uchun SMBning binosi taktubi bilan buzib tashlandi. Yoki jasliq yopildi. Yoki o'sha birinchi ma'muriyatning o'tirgan binosi muzeyga aylantirildi. Qanchalik qimmatga tushmasin. Qanchalik qimmatga tushmasin. Bir soat ham kirib ishlanmadi yurda. Yoki birinchi ma'muriyatning o'sha haligi xizmat samolyotlariga kirilmadi. Ya'ni bu juda ham chuqur tafakkur aslida, lekin u sharhlanmayapti. Uni davlat o'zi sharhlashni istamayapti. Ya'ni bu qanchalik nima deydi? Balkim og'riqlidir, balkim haligi yoqimsizdir.
ya'ni bu jamiyatda qo'shimcha bo'linishga olib keladi degan narsa bordir balkim. Bu ham siyosiy zihniyat bo'lishi mumkin, chunki elitada tabiiy ravishda bu bo'linishga olib keladi. Qo'mondon aka, masalan, sovet davrini eslaydigan bo'lsak, biz adabiyotlardan eslaymiz. Doim bir rahbardan keyin ikkinchisi uni yomonlab chiqqanda doim. Va shu bilan bo'linish. Masalan, Xrushchev Stalinni yomonlagan, Brejnev Xrushchevni yomonlagan, Andropov hammasini, mana shunday Gorbachov keyin hammasini yomonlab, ya'ni bo'linish bilan ketavergan. Bo'linish bilan ketavergan va bunga meni kitobimda alohida bo'lim bor. Ya'ni birinchi ma'muriyatga ikkilamchi munosabat. Kitobimda shu fikr aytiladiki, birinchidan jamiyatga, birinchi ma'muriyatga ham, hozirgi hokimiyatga ham munosabat bildirish imkoniyati berilyapti. Albatta. Va o'tmishdagi xatolar shaxsga bog'lanmagan holatda ochib berilyapti. Ya'ni bu o'sha birinchi ma'muriyat nomi bilan bog'lab kompaniya olib borilmayapti. Lekin o'tmishdagi korrupsiya bo'lsin, aytaylik, kuch ishlatishlar bo'lsin va hokazolar bo'lsin, bu narsalar siyosiy demakki maydonga olib chiqildi va ular to'g'rilanyapti. Mana konvertatsiya va hokazo. Lekin jamiyatning munosabatiga kelganda u yoki bu pozitsiya, bu haligi rus tilida aytganda navyazovat qilinmayapti. Ya'ni mana shunday deysan, mana shunday gapirasan, mana shunday fikrlaysan deyilmayapti. Va bu juda ham bu nima desam ekan, katta bir siyosiy muvozanat va mahorat deyishimiz mumkin. Siz bilan bunday suhbatlashib o'tirganimiz ham yoki Qo'mondon, nechinchi yil boshladik? 22 yilda boshladik. 22-yildan birinchi bo'lib o'sha nima Fikrat tahlil dasturida nonsensida, albatta. Shuning uchun shu o'tirishimizdan o'zi ham ko'p narsaga baho beradi. Rahmat. Mana endi yana bir katta masala borki, o'zbek davlatchiligi tarixida so'nggi asrlardagi bu paxta qulligi masalasi. Biz bundan qanday chiqa oldik? Sizningcha bir siyosatshunos sifatida. Bu bo'lim muhim bo'limlardan bittasi, ya'ni bizning millatimizning bo'ynidagi eng katta majburan singdirilgan ramzlardan bittasi. Bu yerda tarixini ham biroz keltirganman. Amerika Qo'shma Shtatlari 1776-yilda tashkil topadi, ya'ni Angliyadan mustaqil bo'ladi. Shu yil, demak 2026-yilda Amerikaning 250-yilligi bo'ladi. Xo'p, hokimiyatga Abraham Linkoln kelganda 1861-65-yillarda Amerikada fuqarolik urushi bo'lgan. Amerika ikkiga bo'lingan. Janubiy shtatlar aytganki, yo'q, quldorlikni bekor qilmaylik, chunki iqtisodiyotimiz sinadi degan. O qora tanlilar qo'l qilib olib kelingan va quldor. Endi shimol shtatlari aytganki, yo'q, bu quldorlikdan voz kechish davri keldi. Bu gumanizmdan emas. Bu Amerika iqtisodiyotiga ham, gumanizmga ham, qonunchiligiga ham, davlatchiligiga ham to'g'ri kelmaydi. O'rtada Amerika ikkiga bo'linib katta urush bo'ladi. Mana shu 61-65-yillar, uning oqibatlari 68-yillarda ham sezilgan. Amerika dunyodagi eng katta paxta ishlab chiqaruvchi davlat edi. Amerikaning o'sha paxtasi Londonga kelardi, ya'ni Angliyaga kelardi, qayta ishlanib, u Chor Rossiyasiga eksport bo'lardi, reeksport. Juda katta miqdorda. Endi paxta nima uchun muhim? Bu faqat kiyim uchun emas. U paytdagi sanoatlashuv, mana poroxlar bor, boshqa narsalar bor, buni hammasiga paxta kerak. Va mana shu demak 6-8 yil ichida paxta kelmaganidan keyin bu Chor Rossiyasining Turkistonga ekspansiyasining sabablaridan, shartlaridan bittasi. Va uni tezlashtirdi. U tezlashtirgan. Endi Toshkent uyezdida va Farg'ona uyezdida kichkina joylarda, gektarlarda paxta ekib ko'radi. General gubernatorlik bir qancha agronomlarni Amerikaga yuboradi, ular o'rganib keladi. O'sha 70-80-yillarda va 90-yillarga 1890-yillarga kelib, ma'lum bir sarhadlarda, hududlarda uyezd deyilgan, Toshkent va Farg'ona uyezdida. Qarasa dahshat paxta bo'lyapti. Ya'ni Turkistonning, ya'ni O'zbekistonning, hozirgi O'zbekistonning, bu payt Turkiston deyilgan, havosi quruq va issiq. Va ular paxta uchun ayni muddao. Paxta uchun ayni muddao. Va 1892 mana Qahramon Rajabovning kitobidan foydalanganman, u yerda o'sha manbalardan keltirganman. Boshqa manbalardan ham, Qozog'istondagi manbalar va boshqa manbalar o'sha 1890-yillarning oxiriga kelib, ya'ni asrning oxiriga kelib, hattoki 1 million tonnaga chiqadi yetishtirilayotgan paxta, olib ketilayotgan paxtaning miqdori. Bu o'sha davr uchun kolossal miqdor. Bu dahshat. Texnika yo'q. Shunday.
Endi mana shu paxta qulligi hattoki Brejnev davriga kelib 6 million, 5 millionmi, 6 million tonnagacha ham yaqinlashgan edi. Eng kamida qog'ozda 6 millionga chiqdi. Ha, xuddi shunday. Lekin real voqelikda bu 4-5 million edi rostdan ham. Men o'zimda bolaligimda ham bu yerda yozganman. Men o'zim qishloqda tug'ilib o'sganman. Demak, paxtada bo'lgansiz. Paxtada bo'lganman. Nafaqat paxtada bo'lganman, hattoki o'sha bolaligimizda buni juda ham yaxshi eslayman. O'sha 8-10 yoshligimizda paxta dalalarida bo'lsak, samolyotda o'sha nima sepishadi, o'q sepishadi, ha, ustimizda uchadi. Biz unga samolyotni ko'rganimiz uchun, ustimizda uchayotganligi uchun xursand bo'lardik. Hamma bolalar o'sha samolyotning orqasidan yugurardik. Keyin traktorlarda separdi, mana bunaqa qilib, bularni ham yaxshi eslayman. Qarang, va bu paxta qulligi hattoki birinchi ma'muriyat davrida ham davom etdi. Tugamadi. Va masalan Fransiyada kutubxonaga borsangiz, bolalar o'tiradi dars qilib. U millatning bolalari kelajakda rivojlanish uchun o'zlari uchun intellektual kapital yig'yapti. O'zbekiston bolalari, demak, sentyabr, oktyabr, hattoki noyabrda ham paxta terishdi. Men o'zimni maktabdagi davrimda eslayman. Bolaligim emas, katta yoshdagi masalan. Endi Toshkentda o'qiganligim uchun talabalik paytim chiqarilmadim, lekin butun bir Toshkentdan tashqari viloyatlarning hammasi paxtaga chiqarilardi. Yo'q, 2012-yildan keyin Komon aka Toshkentdan yana chiqish boshlandi. 2012-yildan hatto ishxonalar ham chiqish boshlandi. 2012-yildan. Shunday. Yaxshi, 2016-yildan keyin hammasi tugadi. Ha, demak, mana ikkinchi ma'muriyat hokimiyatga kelish bilanoq uzul kesilib, bu qanchalik moliyaviy iqtisodiy, chunki iqtisodiyot bu shunday narsaki, u sekin nimagadir moslashadi va sekin o'zgaradi. Lekin Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin u shart qo'ydi. Yo'q, bu qanchalik iqtisodiy zarar bo'lsin, bo'lmasin, uni shu zahot to'xtatamiz deyildi va paxtaga olib chiqish adashmasam 2 yil ichida to'liq to'xtatildi. Bu o'sha Amerikadagi fuqarolik urushidagi masalaga ham o'xshab ketar ekan. Ya'ni qurdoqlikni tugatamiz yoki tugatmaymiz. Ha, xuddi shunday. Tanlov qilish kerak edi. Ha, o'ylayman, tasavvur qilaman, bizning byurokratiyamiz aytgan bo'lishi mumkin. Masalan uchun hokimiyatga, hukumatga, ikkinchi prezidentga-ki, xo'p, biz bundan voz kechamiz, lekin buning uchun 3 yil, 5 yil kerak degan bo'lishi mumkin. Undan sani 3 ham chiqqanda o'sha paytda prezident aytdiki, yo'q, shu zahot to'xtatamiz. Va to'xtatildi. Rahmat. Mana endi demokratiya va zaif davlatchilik haqida Komon aka aytadi-ku, mana demokratiya deysizlar, lekin Qirg'izistonda nechta davlat to'ntarishi bo'ldi deydi-ku. Ha, bu bo'limda ijtimoiy tafakkurning holati, ijtimoiy tafakkurdagi birinchisi davlatga ishonchsizlik ruhiyati va ikkinchisi bizda qachon demokratiya bo'ladi, qachonki biz davlatni zaiflashtirib, uni yiqitsakkina demokratiya bo'ladi degan tafakkur. Mana biz bu postsovet hududida shakllangan nimalardan bittasi. Mana qarang. 2003-yilning oxirrog'ida Gruziyada rangli inqilob bo'ldi. Demak, Saakashvili hokimiyatga keldi, Shevardnadze yiqitildi. 2004-yilda Ukrainada Yushchenko hokimiyatga keldi. 2005-yilning martida Qirg'izistonda Akayev yiqitildi va Bakiyevlar hokimiyatga keldi. Endi Bakiyevlar deyapman, chunki ular ko'pchilik aka-uka edi. Ular masalan va ko'pchilik egallashdi. Shunday. Endi mana Yelsin demokratiyasini men o'zim ham ko'p kuzatganman. O paytda men aspiranturaga kirib, Yelsindagi mana osti bir pozitsiyasi qolib ketdi-da. Ya'ni demokratiya degani bu hokimiyatni zaiflashtirish, hokimiyatni demak burchakka qisish degan bir fikr. Endi biz Amerika, Yevropa demokratiyasini ko'ramiz hozirgi paytda, lekin bular shakllanib bo'lgan davlatlar. Mana bir necha yil oldin Makron hokimiyatga kelganda sariq nentallar namoyishi bo'ldi. 2 yil davomida. Shunday. 2 yil davomida 2015-16-yillarda, yo'q, 2017-18-yillarda. Va qarang. Butun bir Fransiyaning 3dan biri namoyishlarga chiqdi. Lekin birorta bir namoyishchi Makronni yiqitamiz, o'rniga boshqa odam hokimiyatga kelsin degan talabni qo'ygani yo'q. Ya'ni namoyishlar bu davlatni yiqitishni anglatmaydi demokratiyada. Muxolifat agar mabodo hokimiyat bo'ldi, men charchadim, ketaman, sizlarga xizmat qilishdan charchadim deydigan bo'lsa, muxolifat aytadi, yo'q deydi. Sen o'tirasan, tishingga qo'yib, vakolatingni oxirigacha ishlaysan deydi. Nima uchun? Chunki agarki prezident deydi, bir martaki davlat yiqilib, mana zaif davlatchilik yoki ma'muriyatlar, hukumatlar vakolatini oxirigacha olib bormasdan ketadigan bo'lsa, bunda siyosiy an'ana shakllanib boshlaydi. Namoyishchilarning talabi nimada bo'ldi? Sen xalqqa quloq solasan, o'zingni islohotlaringdan voz kechirasan, ya'ni pensiya yoshini oshirmaysan,
anavi ijtimoiy himoya dasturlarini qirqmaysan, soliqlarni oshirasandagin ijtimoiy himoyani kuchaytirasan. Chunki Makron hokimiyatga kelgandan keyin mana fransuzlar aytadiki, Makron bu katta kapitalistlarning do'sti. Sarkozidan keyin, endi Sarkozidan keyin to'g'ridan to'g'ri kelmadi, u o'rtada Fransiya Holland bo'ldi. Lekin bu ham aslida Makron men markazchiman degani bilan aslida o'ngroq. Chunki soliqlarni pastga tushirib, katta kapitalistlarga katta imkoniyatlar yoki katta daromad olib kelyapti. Natijada so'l Fransiya norozi edi. Xuddi shunday mana bizni ijtimoiy tafakkurimizda ham mana bugungi kunda ham shu narsa bor aslida. Ya'ni demokratiya, bu yerda men tushuntirganmanki, demokratiya mana miyamizdan qo'limizga signal kelyapti. Ruchkani ushla deyapti va biz instinktiv o'ylamagan holatda ruchkani ushlab yozishimiz mumkin. Miya bu xalqning irodasi, ko'pchilikning irodasi. Qo'l esa bu ijroiy hokimiyat, umuman hokimiyat. Ya'ni irodani, xalqning irodasi bilan qo'l o'rtasida hech qanday konflikt yo'q. Demokratiya mana shunday bir yuqori darajadagi haligi hamohanglik. Endi bu yerda miyamizdan qo'limizga millionlab, balki milliardlab nerv tizimlari mavjud. Hokimiyat yiqitilgandan keyin, misol uchun mana Akayev yiqildi, keyin Bakiyevlar keldi, keyin Almazbek Atambayev keldi, mana bugun Sadir Japarov. Hokimiyat necha marta yiqilsa, qaytadan nerv tizimlari shakllanishi kerak. Va har safar yangitdan. Va bunga vaqt kerak. Bunga albatta vaqt kerak. Ko'chadagi musullarni tozalash, asfaltlar qilish. Ya'ni hokimiyat bilan jamiyatning birligi bu millionlab nerv tizimlarining shakllanib borishi. Amerikaga borsangiz avtomatik ravishda ishlaydi. Nima uchun mana Donald Trump o'ta haligi buzg'unchi bo'lsa-da, Amerikada iqtisodiyot ishlayapti. Chunki xususiy demak sektor shakllanib bo'lgan. Hokimiyatlar shakllanib bo'lgan, gubernatorlar, munitsipalitetlar, meriyalar shakllanib bo'lgan. Buning uchun ma'lum bir muddatga endi Donald Trump qanchalik ahmoqlik qilsa ham, qo'pol qilib aytganda, davlatchilik yiqilmaydi. Lekin bizda agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda yoki hattoki Rossiyada o'sha hokimiyat katta xatolar qiladi, chunki bizning davlatchiligimiz endi shakllanyapti keyingi 35 yilda. Bu yerda meni kitobimda jamiyatga ham maslahatlar bor. Boshqaruvga, byurokratiyaga ham maslahatlar bor. Ya'ni hokimiyatga aytyapmanki, bundan keyin o'tmishdagi birinchi ma'muriyatning xatolarini qilib bo'lmaydi. Kuch ishlatish kerak emas. Repressiv mashinani qaytadan ishga tushirish kerak emas. Va kuch ishlatar tizimlari siyosiy elitaning, siyosiy demakki boshqaruvning to'liq nazorati ostida bo'lishi kerak. Ular qaytadan ikkinchi marta alohida korporativ avtonomiyaga aylanmasligi kerak. Jamiyatga maslahat beryapmanki, jamiyatning nimasi? Birinchidan siyosiy faollikni oshirib boraveraylik. Erkinlikdan qo'rqmaylik. Siyosiy pluralizm ertam-kechmi bo'lishi kerak va buni biz imkoni qadar ya'ni davlat bilan birgalikda uni parvarishlab borishimiz kerak. Lekin davlatga nisbatan begonalashuvni pasaytirib borishimiz kerak. Va yangi globallashgan dunyoda davlat bilan jamiyat hamohang birgalikda bir-birini qo'ldan ushlagan aka-uka kabi birgalikda o'sha yangi globallashgan dunyoga kirishimiz kerak degan fikrlarni berganman. Rahmat Komilbek. Endi men kitobni ham bir joyini olib chiqmoqchi emasman, chunki kitobni o'qishga ham qolish kerak deydi. Sabab qolish kerak kitobni o'qishga. Kitob demakki 372 betdan iborat. O'ylayman 20 bo'lim. Bu yerda o'qish uchun juda ham ko'p. Hozir mana bir muxlis yozibdilar. Do'stim Kamoliddin Rabimovning yangi kitobini 2 soat oldin qo'limga kelib tushdi. 30 betini o'qib bo'ldim. Kitob juda oson va qiziqarli tilda yozilgan ekan debdilar. Bu yerda muharrir ukamiz Kamron Chegaboyevning ham xizmatlari bor. Men Kamrondan iltimos qilgandim imkon qadar soddalashtirishni va bu missiyani Kamron uddaladi deb o'ylayman. Demak, muharrirlarda ham gap ko'p. Albatta. Rahmat. Endi Komilbek, menda bir savol va muxlislarning savollariga 5 daqiqa ajratamiz. 5-6 daqiqa. Hop, hurmatli muxlislar, demak eslatib o'tamiz. Kitob mana hozir tegida chiqib turibdi. Kontaktlar, demak kitobni o'qimoqchi bo'lganlarga mana shu manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Hop, Komilbek aka, bitta mendan savol, final deydi-ku haligi savol va muxlislar savol. Kitob tugallanganmi? Kitob tugallanmagan. Bu yerda ba'zi bir bo'limlarni imkoniyat bo'lsa alohida kitobga aylantirishga harakat qilaman. Ya'ni aslida hech bir kitob to'liq tugallangan bo'lmaydi aslida. Faqatgina Qur'onni unday deyish mumkin, diniy muqaddas kitoblarni. Lekin insonning fikri muttasil vaziyatga qarab o'zgarib boruvchan bo'ladi.
lekin bu yerda ba'zi bir bo'limlarni alohida kitob qilish kerak deb o'ylayman. Davlatga ishonchsizlik ruhiyatini alohida kitob qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni jamiyatimiz o'zining tafakkur tarixini bilish kerak va buni o'zgartirish uchun mana men kitobda misollar ham keltirganman. Esingizda bo'lsa 2016-yilda Turkiyada harbiylar bo'nd ko'tarib Erdo'g'onni yiqitishga harakat qildi. Erdo'g'on undan bir hafta oldin o'sha ijtimoiy tarmoqlarni, Amerikaning o'sha haligi telefoni, iPhone'ni ham tanqid qilgandi, lekin burchakka qisilib o'sha 2016-yilda u ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining xalqiga murojaat qildi. Boshqa iloji qolmadi. Boshqa iloji qolmadi. Ey xalqim, meni qutqaring dedi. Va Turkiya xalqi ko'chaga chiqdi. Va uni qutqardi. Uni qutqardi. 350 ga yaqin insonni tankga bosib ketdi. Ya'ni harbiylar ular qaytmadi hech kim. Prezidenti uchun qaytmadi. Chunki xalq bilardi agarki bu prezidentni oldirsa o'zining qismati qanday bo'lishligini, erkinligini ham oldirib qo'yadi. Erkinligini ham oldirib qo'yishini. Va demakki bu Turkiyada mana turklar bilan gaplashsangiz, u muxolifatchimi yoki Erdo'g'on parasmi 5 minutda bilasiz. Unda ikkilamchi standart yo'q. Shunday. U aytadi, agar Antaliya tarafdan bo'lsa aytadi, yo'q deydi, Erdo'g'on bizga deydi iqtisodiy yana inqiroz boshlandi va hokazo qattiq tanqid qiladi. Agar Istanbulda yoki xorijdagi Fransiyadagi yoki Germaniyadagi turk bo'lsa aytadi, Xudo bergan bizga lider deydi, buni strategiyasini hali ko'pchilik tushungani yo'q deydi, Erdo'g'on bizga kerak deydi. Xuddi shunday Putin borasida ham. Va bizda birinchidan erkinlik orqali siyosiy faollik, erkinlik orqali davlat bilan samimiylik va erkinlik orqali davlat bilan jamiyatning birligiga erishishimiz kerak. Hozir hammadan begonalashgan, davlat jamiyatdan begonalashgan, jamiyat davlatdan. Va bu tashqi dunyo uchun, inqirozlar uchun juda ham optimal bir vaziyat hisoblanadi. Buni o'zgartirishimiz kerak. Rahmat. Komiljon aka, mana endi savollar, ajoyib savol kelibdi. O'ylaymanki bu xavfli savollar guruhiga kirmaydi. O'zim uchun. Xavfli bo'lsa ham mayli. Yo'q, o'zi aytadi-ku, bu studiyada eng katta senzor o'zim-da, Komiljon aka aytishadi, kimdir, yo'q, o'zim eng katta senzor. Xo'p, chunki boya aytganingizdek, men ham ko'proq fikrlashga undash tarafdoriman, ya'ni quruq tanqiddan ko'ra. Fikrlash kerak, chunki hammasi sekin-asta bo'ladi, hali shartli kez nimanidir qattiq tanqid qilish orqali. Xo'p, savol, kitob muqovasidagi suratni uchun maxsus ruxsat oldingizmi? Yo'q, maxsus ruxsat olganimiz yo'q, lekin muqovani tarixini aytib berishim mumkin. Aslida bilasizmi, kitobda aytdim, ikki qismga bo'linadi. Ba'zi bir qismi jamiyatga maslahatlar yoki jamiyatga fikrlar, ba'zi bir qismi byurokratiyaga, boshqaruv sinfiga. Endi mana shu boshqaruv sinfi, davlat institutlari, mulozimlari ham kitobni samimiy qilish uchun, samimiy qabul qilish uchun mana shunday qarorga keldim. Lekin men aslida boshqa bir rasm tanlagandim. Mana prezident qattiq o'ylanib turgan, mana shunday o'ylanib turgan rasm, lekin u sun'iy aql orqali, ya'ni искусственный intellekt orqali yasalgan edi. U avtorskiy pravo degan masalani nima qildik va bu yerda shaxsiyatlar to'g'risida ham fikr ketgan. Ya'ni bu yerda shaxsiyat men o'quvchilarga maslahat bergan bo'lardim, kitobni oling, o'qing, yoningizga bitta qog'ozda olingdagi, menga e'tirozlaringiz bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5 qilib, lekin men iltimos qilgan bo'lardim, kompleks baho bering. Chunki bitta abzasni, bitta bo'limni olsangiz, ikkinchi bo'limda bu fikrga nisbatan muvozanat mavjud. Bu fikrga nisbatan to'ldirish mavjud. Endi kitobga to'liq agarki kompleks munosabat bildira olsangiz, buni eshitishdan faqat xursand bo'laman. Balkim keyingi kitoblarimda yoki keyingi maqolalarim, fikrlarimda buni inobatga olaman. Yo'q, o'zi umuman demak Fikrat tahlil dasturining offlayn uchrashuvlarida bu savollarni berishingiz ham mumkin Komiljon akaga. Nurbek, Komiljon aka bilan bo'ladigan uchrashuvlarda mana uni ham aytib qo'yish kerak. Xo'p, keyin kitob kirildami, lotindami? Ikkalasi ham bor. Ikkalasi ham bor va rus, ingliz tilida ham bor. Masalan, kimdir ruschada agar qulayroq bo'lsa. Kitobni aslida o'tgan yilning o'rtalarida yozib tugatgandim. Uni tarjima qilishga vaqt ketdi. O'rtada tarjimonlar topish, boshqa qilish, ya'ni bu yerda texnik ishlar juda ham ko'p bo'ldi. Aslida o'ylagandimki o'tgan dekabrlarda chiqadi deb o'ylagandim. Mana baribir 2 oy kechikib ketdi yana. Nasib. Shunday. Demak, Komiljon aka, hozirgi talabalarga qanday maslahat berasiz? Sizdek chetga ilm olgani borib u yerda qolish yaxshimi yoki bizda ham bozor iqtisodiyoti aniq bozor iqtisodiyoti-ku bizda shundoq. Ya mayli, fikrni savolni oxirigacha o'qing. Bizda ham bozor iqtisodiyoti aniq keladi deb ayta olasizmi debdilar-da. Ha, endi erkin bozor demoqchi bo'lgandir balki. Shuni aytaman. Ha, yo'q, qarang. 15 yil xorijda yashagan, komfortda yashagan, endi baribir Fransiya o'ziga to'g'riroq davlat.
bitta fikrni aytamanda, har qanday komfortda 5 yildan keyin u komfortga siz moslashasiz, to'yinasiz. Agarki davlatga, vatanga, yaqinlaringizga kelib ketish imkoniyati bo'lmasa, sizni yaqinlaringizni xumori deymizmi, o'sha vatan tuyg'usi qattiq tortadi baribir. Chunki mana 15 yil men chetda yashab, to'ylarga, janozalarga bu insonni ichkaridan ma'naviy kemiradigan narsalar aslida. Qolaversa, ma'lum bir yoshdan keyin, ayniqsa 35-40 yoshdan keyin moddiy komfort yoki moddiy bir qulayliklar ikkilamchi o'ringa tushib boshlaydi deb o'ylayman shaxsan. Balkim adashayotgandim. Endi o'zi ko'pchilik, endi baribir ko'pchilik chet eldagi vatandoshlarni ham ko'rsangiz, sog'inish baribir ko'rinib turadi. Uni agar kelib ketib yursa, to'g'ri, o'rtada muvozanat bo'ladi. Har 2 yilda, balkim 3 yilda xuddi shunday. Lekin mana O'zbekistonda davlatchilikning tabiati o'zgardi. Davlatchilikning tabiati o'zgardi va Turkiyani o'rganasizmi, boshqa katta yirik davlatlar o'rganasizmi, ular bir vaqtlar qattiq avtoritarizmda bo'lgan. Bugun mo'tadil avtoritarizmdalari ham bor, lekin demokratiyaga iloji yo'q o'tamiz baribir. Biz demokratiyaga o'tayapmiz aslida. Mana qattiq avtoritarizmdan chunki mana siyosiy tizimlar tipologiyasi bo'yicha totalitarizmdan keyin shu zahoti demokratiya kelmaydi. Chunki butun bir xalqning zehniyati totalitar shakllangan bo'ladi. Demak, totalitarizmdan keyin bizda qattiq avtoritarizm bo'ldi, bugun mana ratsionalizm va tabiiyki ma'lum bir muddatdan keyin gibrid siyosiy tizimga va demokratiyaga o'tamiz. Chunki globallashgan dunyoda, globallashgan vaziyatda kuch ishlatish bu imkonsiz bo'ladi. Kuch ishlatishning narxi juda ham qimmat bo'ladi. Endi bo'lib qolishi mumkin, masalan, siyosiy hokimiyatga kimdir birov kelib siyosiy eksperiment qilib ko'rishi mumkin. Bo'lib qolishi mumkin. Lekin hozirgi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat o'ta ratsional. Hamma narsani mana bu yerda geosiyosiy perfeksionizm haqida gapirganman. Endi kitobni olib o'qishni juda ham tavsiya qilaman. Bu yerda men fikrlarimni, demak, har bitta abzasni o'ylab, uni yozganimdan keyin ham qaytadan shu fikrim to'g'rimi, ertaga uyalib qolmaymanmi jamiyatning oldida degan fikrlarni yondashuv bilan har bitta fikrim abzaslar yozilgan. Rahmat. Endi hozirgi savolga boya biroz javob berib ketganingiz, shuni biroz umumlashtiramiz. Kamoliddin aka, fikrlaringiz o'zgargan deb hisoblaysizmi? Qaysi fikrlarimni? O'z umuman fikrlaringiz o'zgarganmi Fransiyadagi va bu yerdagi? Fransiyada ham meni fikrlarim kamida deydi, ikkita davrga bo'lish mumkin. Demak, birinchi borgan paytimda men masalan u intervyularimda ham ko'rinadi. O'zi Ozodlik BBC tarixida eng ko'p intervyu bergan odamlardan bittasi men bo'lsam kerak. Boshida asli aytishim kerak, men birorta bir muxolif partiyaga yoki tashkilotga hech qachon kirmaganman. Har doim siyosatshunos sifatida mustaqil qolishim kerak deb hisoblaganman. Lekin buni qanchalik uddalaganman, buni jamoatchilik hukm chiqarish kerak. Demak, birorta bir tashkilotga, na O'zbekiston ichida partiyalarga, na tashqarida partiyalarga yoki harakatlarga qo'shilmaganman. Yig'ilishlarga borgan bo'lsam, faqatgina mustaqil kuzatuvchi sifatida borganman. Xo'p. Ikkinchisi, demak, boshida o'sha fikrlarimda tanqid qilishni nima desam ekan? Mana aytaman-da, men siyosatshunos bu advokat ham bo'lmasligi kerak, prokuror ham bo'lmasligi kerak, imkon qadar xolis sudya bo'lishi kerak. Xo'p, endi vaziyatni talqin qilayotganda tabiiyki tanqid fikr bildirasiz. Lekin bu ham imkon qadar emotsional bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu o'sha siyosiy partiya yoki fraksiya nimasidan turmasdan-da. Va fikrlarim tabiiyki o'zgargan. Boshida aytaylik, emotsional tanqidiy bo'lgan bo'lsa, keyin sovuqqon tanqidiy bo'lgan, ratsional tanqidiy bo'lgan. Ya'ni lekin shunday bo'lsa-da, mana 15 yil xorijda yashagan bo'lsam, izlab ko'rish kerak. Lekin men ishonch bilan ayta olamanki, birinchi ma'muriyatning shaxsiyatiga biron marta tegmaganman. Ya'ni uning kelib chiqishi unday edi, uning millati bunday edi. Unday bu shaxsiyatga tegish o'zi u siyosatshunosning ishi emas. Endi olimlarning ishi emas. Shunday. Rahmat. Kamoliddin aka, mana boyagi o'sha deylik ratsionallik tomon o'zgarish bu ba'zani ko'payishidanmi? O'zbekistonga kelganingizdan keyin vaziyatni ko'proq ko'rishdanmi yoki yosh bilan bog'liqmi? Yo'q, bu hokimiyatni o'zi o'zgardi. Men qarashim o'zgarmadi. Ya'ni qarang-da, men u kuni ham bir nimada suhbatda aytdim, siyosiy vaziyatni imtihon qilish juda ham osonda, bir qancha muhim markaziy savollar berish orqali xulosa chiqarish mumkin. Diktaturalar ichki siyosatda ham,
tashqi siyosatda ham birinchi bo'lib dushman qiyofasi, dushman obrazini shakllantiradi. Endi savol, mana birinchi ma'muriyatda ichki siyosatda dushman obrazi har doim bor edi. Diniy ekstremizm, terrorizm va hokazolarda, misol uchun. Mana keyingi 9 yilda tashqi siyosatda O'zbekistonga kim dushman? Kim ayta oladi? Mana sharhlarda qoldirsin. Qaysi davlat dushman? Ichki siyosatda qaysi ijtimoiy qatlam yoki ijtimoiy guruh dushman sifatida ta'riflanyapti? Yo'q, tashqi siyosatda ham dushman, ichki siyosatda ham dushman yo'q. Bu asosiy parametr. Ya'ni bu yerda aytaylikki o'sha siyosiy tizim va uning tafakkuri konseptual o'zgarganligini ko'rsatadi aslida. Va hattoki mana yuqorida aytdim, korrupsiya bilan kurashuv, pedofiliya yoki boshqa masalalarda ham buni ham siyosiy kampaniyaga aylantirmayapti hokimiyat. Ya'ni bu yerda sof huquqiy masala ketyapti. Huquqiy masala ketyapti, lekin bilasizmi, siyosat, ya'ni hokimiyatlar, liderlar shunday bo'ladiki, bitta ishni qilayotganda uning ichki detallarigacha, ikir-chikirgacha o'ylab aytadi. Mana shunday bo'lmasin degan narsani u televizorga chiqib aytmaydi. Mana hokimiyatning perfeksionist ekanligini bir qancha misollarda keltiraman da. Mana O'zbekiston Senatining majlislar zali bor, uning haligisiga e'tibor bering, оформление deymiz. U yerda Samarqandga o'xshash bir bino, u yerda o'sha milliy ornamentimiz, Toshkentning bezaklari yoki o'sha diplomatlarni qabul qilib kelayotganda yoki u yerdagi faxriy qorovul yoki bular hamma detallar, ikir-chikir mayda-chuyda detallar, lekin bularning hammasini ostida bu o'z-o'zi bo'lib qolmaydi-ku. Nimaga birinchi ma'muriyatda hech qaysi bo'lmadi, endi hammasi paydo bo'lib qoldi? Misol uchun. Birinchi ma'muriyatda aytardi, qo'y shu yig'ishtir unaqangi haligi nimalaringni. Yo'q, hozir unda emas. Ya'ni har bitta masalada erinmasdan mana shu detallarga e'tibor mavjud. Hamma masalada. Ya'ni bu tafakkurni ko'rsatadi. Uni chuqur biz anglamasligimiz mumkin, chunki ichkaridagi proseslarni biz bilmaymiz. Ya'ni yerda o'tirganimiz yo'q majlislarda. Lekin bu ko'rinayotgan qismi. Albatta. Komonniki kitobda migrantlar masalasi bormi? Yo'q, bu yerda migrantlar masalasida ba'zi bir nimalar bor, fikrlar bor, lekin alohida bob yo'q bu yerda aslida. Lekin to'g'ridan to'g'ri migrantlar oqimining oshib ketishiga masalan sababchi bo'lgan ichki potensialimizni ishlata olmasligimiz, mana institutlarning shakllanmaganligi, o'sha erkinlikdan qo'rqish, umuman qo'rquv tafakkuri, qo'rquv saltanati haqida, chunki u oqibat migrantlar. U oqibat. Lekin biz o'zimizni masalan men har doim optimist bo'lganman, boshqa suhbatlarda ham aytganman, demografiyamiz oshib borishi bu bizga katta imkoniyat bu. Bugun biz postsovet hududdagi ikkinchilik davlatmiz. Turkiy dunyodagi, ya'ni Rossiyadan keyingi. Ukraina urushidan oldin 3-chi edik. Turkiy dunyoda Turkiyadan keyingi ikkinchimiz, lekin masofa qisqaryapti. Biz o'syapmiz, Turkiya sekin hozir demografik endi pasayish tomon qarab ketadi. Bu prognozlar shunday. Musulmon dunyosida 15-o'rindamiz. Umumiy musulmon aholi soniga ko'ra biz Saudiyadan bir qadam oldindamiz aslida. Ya'ni biz Shimoliy qutbdagi eng yirik musulmon jamiyatlardan bittasimiz. Va postsovet hududdagi eng katta musulmon jamiyatimiz va ma'lum bir kenglikdagi eng katta musulmon jamiyatimiz. Ya'ni bizning davlatchiligimiz islom sivilizatsiyasining vazni uchun juda ham muhim jamiyatimiz aslida. Va shuning uchun hamki davlat bilan jamiyatning hamohangligi, birlashuvi ertaga bizdagi o'sha yuqorida aytib o'tdim suhbatning boshida, biz mana shu masalani hal qilishimiz kerak. Dunyoviy davlatchilik va undagi diniy erkinliklar masalasini. Shunda davlat va jamiyat o'rtasidagi eng katta konflikt hal qilingan bo'ladi. Hali bu hal qilingani yo'q. Yo'q, o'zi aslida hammasi oydin, lekin buni ba'zi birovlar to'g'ri tushunmayapti-da, Komollik. O'shani tushuntirishimiz kerak, ya'ni bu olimlarning vazifasi. Albatta. Rahmat Komollik, so'nggi savol shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz, chunki Nurbek vaqtni ko'rsatyaptilar, 1 soat bo'libdi. Komollik, siyosatshunos sifatida ayta olasizmi, bugun siyosiy nazariyalar ishlayaptimi? Siyosiy nazariyalar har doim ishlaydi, lekin siyosiy nazariya nihoyatda ko'pda. Siyosiy nazariyalar, ya'ni nazariya degani bu vaziyatga taxminiy berilayotgan, endi juda ham soddalashtirib aytyapman. Demak, nazariyalar juda ham ko'p bo'ladi. Nazariyalar bu umumiy vaziyatga unisi to'g'ri kelmasa, albatta bunisi to'g'ri keladi. Ya'ni siyosiy nazariyalar har doim ishlaydi. Hali ko'pincha bugun tushunmay qolyapmiz deyiladi-ku, hali. Yo'q, tushunmay qolayotganligimiz, masalan, agar Trump hokimiyatini yoki ko'pincha shunda aytiladi. Endi Trump nestandart nima lider, siyosiy lider. Bu Amerika o'zgaryapti, dunyo o'zgaryapti, bu Xitoy ham o'zgaryapti.
dunyo tartiboti tabiiy ravishda, ya'ni ikki qutublilik tamom bo'ldi, keyin ma'lum bir muddat bir qutublilik bo'ldi, ya'ni butun dunyo Amerika orbitasida aylandi va endi mana ko'p qutublilik multipolyar tizim shakllanyapti. Va bu sharoitda demak Donald Trampning ham yoki Amerika elektoratining ehtiyojlari tabiiyki boshqacha bo'lyapti. Ya'ni agar olimlarni eshitadigan bo'lsangiz, geosiyosat bo'yicha bo'lsin yoki siyosiy tizimlar bo'yicha bo'lsin, vaziyatga berayotgan baholari kardinal farq qilmaydi. 10%, 15% bir-biridan farq qiladi. Lekin olimlar odatda haligi nima deydi? Mana meditsinada ko'rib turgan vaziyat bo'yicha olim mediklarning, ya'ni doktorlarning berayotgan bahosi bir-biridan kardinal farq qilmaganligi sababli kabi siyosatshunoslarning ham bahosi bir-biridan kardinal farq qilmaydi. Lekin nazariyalar ko'p bo'lganligi sababliki ular aytadi, mana bu nazariya ko'proq to'g'ri keladi yoki mana bu nazariya. Kamoliddin aka, kattakon rahmat. Rahmat taklif uchun. Kelgusi mana shunday taqdimotlarda ko'rishingizga salomat bo'ling. Rahmat.